Salam gəz dostlar, bu zombi apokalipsinin 3-cü qismi. Ötken kısımda görgenler bolsa görgendir, biz juda ham garayib narsalarga duch keldik. Şimdi dostlar, hozircha menda bitta pechka bor. 47 ta kömürüm var. 64 tane. Bundan tashqari juda ham ko'p narsalarim bor. O'tgan qismda ko'rganlar biladi. Qanday keldi, nimadan bo'ldi bular. Hammasini bilishadi. Do'stlar, qaranglar, shuncha ovqat. Zombilarni o'ldirgan edim, shu narsalar tushdi. Ey do'stlar, men bir narsaga hayron bo'laman-da. Zombilarni o'ldiramiz. To'g'ri. Öldürgenimizden keyin kuyum sehrlangan ko'p joylar kendi ko'ppasi ba'zi joylar sehrlangan qo'ygan joylar sehrlanmagan bo'lsa ana bu joylarni topganmiz biz o'tgan qismda. Bu joyda juda ham yaxshi o'rgana olmadik, ammo lekin uxlab turish yoqmaydi, bu zombilarga ham ta'sir qiladi. Men g'alati mexanikda o'qib. Do'stlar, men ko'mir oldim. Ya'ni what? Do'stlar, qaranglar, biz u yerdan nima topganmiz? Bizga hozircha paqir kerak bitti. Şu volkan bor do'stlar, ba'zi narsalar ham bor. Ne oldu bunda? Bu yerde salt aniqlik bo'shatib olaylik. Qilich kerak emas. Bu vaqt ko'rib turaman men. Biz dehqonchilik qilishimiz kerak. Yani bu degani o'zimizga ekinlar ekishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mening bitta bordim bor. Shu joydan noldan ko'tarilganman. Shunday ko'tarilganman u yerda. Enderlarga o'tib tapinaga. Yana skelet, yana videoyimda shu joyni ko'rsataman. Shu o'rdimni. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatishga to'g'ri keladi, chunki uyda ish ko'p. Albatta hozir maktabdan dam. Sana esa albatta esimda yo'q. Hammaga hayır, bu videoda yana davom ettiraman degan